Bir daqiqada Telegram Premiumni soxtalashtiramiz, tekin qilamiz. Birinchi bo'lib Telegramni yuklab olishdan boshlaymiz. Play Marketga kirib, Telegramni yuklab o'rnatamiz. Endi Meta Managerga kiramiz. Uchta nuqtaga bosib, Telegramni ustiga bosib, Telegram tanlaymiz va Telegramda konvert qilib olamiz va barchasini belgilab, Telegram ustiga bosib, Verif'ni bosamiz va barchasini belgilab, mana shu qidiruvga is premium va bu yerda o'sir configga kiramiz va mana shu koddan nusxa olib, uni bir qilib qo'yamiz va pastga ham shu kodni qo'yib, uni ham bir qilamiz oxirini. Endi saqlaymiz. Telegramni qayta o'rnatamiz, eskisini o'chirib tashlab. Endi Telegramda login qilamiz nomerimizga va barchasi tayyor.